Ta 15 yaşdan keyin Allah'tan so'rab başlaptı rizq. Ey Allah'ım, bana shunday bir chiroyli rizq ber, men ham haz etib yashayin, men ham moliyaviy erkinlikka chiqayin. Endi biz tilda tushuntiraman sizlarga, o'qiganimiz boshqacha. Men ham shu erkin holatda yashayin, odamlar menga mashinani men ham minin debdi dag'in. Har kun shu bir ko'pirdan o'tibdi, boribdi, maktabda bitiribdi, undan o'qishga kiribdi, undan yana shu 'tinchi nesinda men sizlarga ustozlar, masalan, bir kasb egasi, o'qituvchi, doktor, shuni men 'tinchi deb tasavvur qilib turibman-da, aytib turibman sizlarga. Ana shu boribdi, kelibdi, umri davomida 40 yil shundan o'tibdi, lekin har kun Xudodan nolish qilibdi. Ey Robbil alamin, men sendan har kuni so'rayman, hammaga berib turibsan, u ham boshima berding, bu ham boshima berding, nechun menga bermaysan debdi. Keyin Allohning farishtalari Allohning yoniga chiqibdi. Ey Robbim debdi, xazinangda ko'p-ku debdi. Shu bandanga ber debdi. 40 yildan beri so'raydi sendan desa, Alloh farishtalarni 2-3 marta so'ragan, 4-chisida aytgan. Ey bandalar, farishtalarim, hali bu banda tayyor emas. Hali bu qabul qila olmaydi bersam debdi. Farishtalar Alloh bilan iltimos sendan, mana savoblari dim ko'p, ber menga, ber. Bizlar bermaganing uchun hijolatdamiz, mana duolarini sana yetkazib turibmiz debdi. Keyin farishtalar xullas Allohimning rozi rizoligi bilan bir xum tillani olibdi. Shu kuni 'tinchini 40 yosh ekan. Qarang, 40 yosh. Keyin shu 'tinchini farishtalar shu yangi ko'pirning ustida kutibdi. Ana bu 'tinchi hozir 40 yoshda inshaalloh shu uchun ko'pirga teatr ko'pirga kelibdi dag'an. Ey Allohim, esimni taniganda beri shu ko'pirdan o'taman, ketaman. Yana 40 yil bo'ladi. 40 yildan beri sendan davlat so'rayman, boylik so'rayman, hammaga berasan, lekin menga bermaysan deb. Shu ko'pirlikdan kerak bo'lsa men ko'zimni yumib o'tib ketaman deb. Qoldi tilla. Lekin 2 farishta emas, 70 farishta unga tilla qo'yib shu yerda kutib turibdi uni. Lekin 'tinchini qarang-da. Alloh biladi-da, Alloh bichuvchi, Alloh tikuvchi. Biz istaganimizdan ham ziyodasini bizga beradi. Faqat ko'p so'rash kerak. Qo'rqmay, ishonch bilan so'rash kerak. Shunday ko'zini yumibdi-da, o'tib ketibdan. Ey Xudoyim, mana ko'rdingmi, men tayyorman. Mana o'tib ketdimmi, ko'zimni yumib ko'rdingmi Xudo debdi. Men ko'rdingmi, o'tib ketdim. Debdi-dan o'tib ketibdi. Keyin farishtalar nolalar qilibdi. Aytadi-ku, osmonlar yilabdi deydi. Bulutlar yilabdi deydi. Ya 'tinchida ko'zini ochmay o'tganini deydi. Farishtalar chiqib nola qilibdi. Ey Alloh, bizlarni kechir debdi. Biz ham seni qulingmiz debdi. Lekin shuni nolasi uchun bizlar olib tushdik. Haqiqatan bu banda hali tayyor emas ekan debdi. Qarang, 'tinchi miqyosida nima aytmoqman sizlarga? Har kun hammamiz Allohdan rizq so'raymiz. Halolidan, xayrlisidan, ketmasidan, g'oyibindan bo'lsin deymiz. To'g'ri emasmi? Alloh beradi. Bandalar hammamizga beradi, lekin kimdir sababchi qiladi. Kimdir sababchi bo'ladi. Masalan, ey bandam deb eshingiz oldidan bir xum tilla oltin tashab ketmaydi. Hattoki ana shu mahallangizdagi, ko'changizdagi yetim yesirlardan sizlarni ana shu noningizda mulodir rizqi bo'ladi. Shuni o'ylab